Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum Ma'murjon. YouTube kanali Ashad obunachilari. Bugun sizlar uchun yana Qo'qon mashina bozoridan Tiko'lar narxlarini yoritib beramiz. Xudo xolasa video oxirigacha ko'rsalaring. Tiko'lar narxlarini birin-ketin sizlar bilan tanishtirib o'tamiz. Yili yangilaridan ham, yili pastroqlaridan ham ko'rsatamiz do'stlar. Bu videomizda shu Tiko izlaydigan do'stlar shuni jo'natib qo'ysalaring, xudo xolasa manfaatli video bo'ladi degan umiddamiz. Mehnatimizni bir donagina like bosib qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Xo'p, birinchisini boshladik do'stlar. 2001-yil Tiko mashinamiz. Bu motor korobkalarimiz qanday ekan bunda? Moy-poy yemaydimi? Muammosi yo'qmi hech qanday? Kraskalari-chi aka? Qancha bor deymiz? Balonlari o'rtacha holatda ekan. Zanglagan joylari uncha ko'rinmayapti do'stlar. Qancha bor aka kraskasi? Xo'p, salonlari o'rtacha holatda, yurgan probegi 533 ming ekan. Benzin ham mashinamiz, ha? Propan. Ruxsati bor, propan qilingan ekan. Bitta zapravkani qancha yuradi aka? Bitta to'ldirilsa. 450, 150, 450, 430 shunaqa yuradi. 430, 450 kilometr yurar ekan, ham propanlik. Dokumentlari bor ekan do'stlar. Xo'p, tonirovkalarga chiqib qo'yilgan, ko'ringlaring. Orqa holatini ko'rishlaring mumkin. 50% bormi kraska aka? 50%, ha? Xo'p, narxini qanchaga beramiz? 1,5 mingga qancha kelishamiz? 1,5 ming kelishiladi. Bozor so'radimi aka? Dehqonchilikmi sizga bu? Dehqonchilik. 1,5 ming kam bor ekan. Nomeri bering aka. 91lik, 91lik 692, 692 4689. 4689. Varianting kelishaveramizmi? Yo narx bo'lsin? Narxiga. Do'stlar, mana aloqachi qolasizlar, 1,5 ming kelishilar ekan. 2001-yil holatdagi Tiko'miz. Xo'p, 2003-yil Tiko avtomashinamiz rangi oqidan ekan. Motor korobkalaringizda muammosi yo'qmi ekan? Yo'q, muammo yo'q, motor korobka. Tiniq ekan do'stlar. O'ta tiniq holat turibdi. Motor ichlari umuman kirasi yo'q, kapot ichlar. Do'stlar, Ha, turbo harbiy harbiy. narxlar turibdi, o'ta tiniq holatda ekan. Rasm mehr berilgan ekanda. Balonlari ham o'rtacha holatda ekan, kampak bo'lgan ekan, yumshoq balon. Benzindan mashinamiz ekan. Benzinda, ha. Xo'p, salon qaranglar do'stlar. Salon tiniqlagan. Zo'r holatda ekan. Rasm mehri bilan minilgan ekan. Yurgani 239 ming ko'rsatyapti. 2003-yil. Chiroyli do'stlar. Bu ham chiroyli holatda turibdi mashinamiz. Holatdan ko'rishingiz mumkin. Aka, kraskasi qancha bor bunda? Kraska tashqarisida joy-joyida xolos. Petno tachilgan joylar. Petnolari bor, ha? Bir 50% kraskasi bor ekan. 50%. 50%. Tomlarda yo'q kraska. Tomda motor ichlarida yo'q. Tashqarisida xolos kraska joyda. Sizlar pulchi aka puli? Puli 2,5 mingdan tushib beraveraman. 2,5 ming kam bor, ha? Bor Bozor ekan. so'radimi? Bozor so'radi, ha. Necha pul qilyapti bozor? 21,5 qilishga. 21,5 qildi. Bermadingizmi Yo'q, 21,5? berma. Barter ham qilaveramizmi variantini? Yo'q, buni naqd pulga Faqat sotaylik. naqd. Mashina olamiz-da, boshqa. Dehqonchilikmi sizga bu? Ha, menga dehqonchilik. Buni sotsam mashina olaman-da, boshqa. Xo'p, nomer bering-chi aka. 99lik. 99lik Ha, 430 430 94 94 37. 37. Do'stlar, aloqachi bo'lsa, lekin ideal holatda turibdi mana. Juda ham mehr. Bitta salom ko'rsatib qo'y. 50% kraska bor deyishdi. Tekshirib olaveradi olaydan. 50% sotaveraman. Ozroq chiqib qolishi ham mumkin. Xo'p. 98-yil Tiko avtomashinasi qo'shiladi mumkin. Zo'r holatda turibdi, rangi oq ekan. Motor korobkalari qanday aka bunda? Zo'rmi? Moy-poy yemaydi aka. Choylarni ko'ryapsizlar. Motor hadovi hamma yangi bo'lgan ekan. Balonlari ham do'stlar yaxshi holatda turibdi. Propan qilingan ekan aka. Dokumentanni propan bu. Saloni qaranglar do'stlar. Rollarigacha almashgan ekan. 371 ming probeg. Panorovkasi qo'yilibdi. Propani. Bu nechtalik deyiladi aka? 42 talik. 42 talik. 38 talik. 38 talik. Dokumenti bor ekan asosida do'stlar. Bitta to'ldirib qo'yib bosaverasizlar ekanda. Gap bo'lishi mumkin. Kraska qancha bor ekan bunda? Agash, kapot, qanot, ikkita betnos. Petnolar bor, ha? Qanotida, kapotida bor ekan. Oynalari sal yorilgan ekan, almashtirib olsa bo'ladi buni. Puli-chi aka puli? Puli 2 mingdan o'tib beramiz, chiqchi. 2 ming ozmi o'tib beriladi? Bozor so'radimi aka? So'radi. Necha pul qilyapti bozor? 18 qildimi? Dehqonchilikmi aka bu? Ha, dehqon. Dehqonchilik ekan.
2,5 o'tib beriladi do'stlar mana. Nimalarni ko'rsatib qo'yaylik. Xo'p aka. Telefon nomerini bering. 91lik 663 663 3072. 3072. Shu nomerga bosaverasizlar do'stlar. Dehqonchilik sizga. Variant qo'yingizmi? Faqat narxi. Do'stlar, qarshi ishlaymiz. Qadrdonlar 98-yil tek avtomashinasi ko'rishlari mumkin. Zo'r holatda turibdi. Aytishi bo'yicha ko'ryapsizlar mana qo'llarini tinib. Mo'ypoy yemaydi aka. Nimalarni ko'rishlari mumkin, chorlarni. Akkumulyator yangi bosilib chekilgan. Balonlari ham yangi ekan. Ranglari ham juda ham chiroyli qilingan. Tonirovkasi bor. Salonlari bitta ko'rib qo'yasizlar. Salonlari ham yaxshi holatda ekan do'stlar mana. Xo'p. 665 ming ko'rsatyapti probega. Benzindami aka bu? Benzin. Benzinda ekan mashinasi. Qo'lni shumka bo'lgan ekan. Shumka qilingan ekan. Qo'lni qilingan. Tanglar ko'rinsa mana tanglar. Motor, hadovoy, qo'lni undan yangi o'tdi aka. Qo'lni chiqibdi-da, motor karotka, shumka, hadovoy. Kirasi qancha bor bunda endi? Kirasi 15%, 15%, bor. Bor. Do'stlar mana kimga qiziq bo'lsa, pulcha aka puli. Puli 2200 dancha tushib beramiz. 2200 dan tushib beriladi. Nomer yana aytib qo'yavering. 91lik 663 3072. 3072. Bu ham o'zizniki. Mana do'stlar, dehqonchilik. Oltari mashinasi. Faqat narxmi aka? Narx. Sizlar qiziq bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Do'stlar, 2000-yilda ishlab chiqarilgan tek avtomashinamiz. Ko'rishlar mumkin. Aka, motor korobkalarimiz yaxshimi? Motor korobkasi zo'r. Zo'rmi? Mo'ypoy yemaydi. Do'stlar, choylarni ko'ryapsizlar. Mo'ynal mashina o'rasizlar ekan. Holati yaxshi, balonlari o'rtacha holatda ekan. Suyak butun, rama butun xullas, hamma yoq zo'r. Saloni ham zo'r holatda ekan do'stlar. Mehr bilan minilgan. 177 ming ko'rsatyaptimi yo 1 million qancha probega? Ularni ham ko'ring. Butun ekan. Bir o'rikcha kesh. Butun narsa ekan. Bo'lgan. Shumka qilingan ekan. Silib menga yeri yo'q, aka bir 50% kraskasi bor. 50% kirasi qilingan. Hisoblarni butunligi zo'r ekan. Stokalari ham, stollari o'ziniki turibdi mana. 1650 dan ozgina kami bor. Kelishtirib beramiz. 1650 dan o'tib beriladi. Do'stlar, juda ham arzon lekin narxi. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Kirasi 50% ekan, suyagi butun. Pulcha aka, pulini aytdiga, telefonim 97lik. 97lik 820 820 1090. 1090 to'g'ri. 1090. Bu sizga aka nima, aloqam dehqonchilikmi bu? Tayyorlaganmiz, tirikchilik. Tirikchilik, tayyorlangan. Do'stlar, 1650 dan o'tib beriladi. Narxi yaxshi. Kimga qiziq bo'lsa, skuterda pulliga ekanda pashta. 2002-yilda ishlab chiqarilgan tek avtomashinamiz do'stlar, rangi oqida. Egalardan ma'lumot olamiz. Aka, nima kamchiligi bor buni? Motor korobkalarimiz. Yo'qmi? Hamma yo'q zo'rmi? Suyak butunmi aka buni? Suyak butun. 4 yumshoq balon. Hop. Salonni bitta ko'rib qo'yamiz. Tiniq ekan lekin salonni do'stlar, juda ham tiniq. 412 ming probeg ko'rsatyapti do'stlar mana. Suyak butun. Mana choklarni ko'rib qo'yasizlar. Ko'rsatib qo'ydik, butun ekan. Kirasi qancha bor ekan? Oldi kapotda bor ekan, orqa kapotda kirasi bor ekan. Propanli ekan. Aka, propan dokumentalnimi bu? Bor, dokumentda propanli ekan do'stlar. Tonirovkasi bor. Oldi orqa kapotda ozgina kirasi bor. Pulchi aka? 3300. 3300 bozor so'radimi aka? Endi. Nega qimmat deyapsiz aka 3300? Men holatga yarasha. 3300 dan tushib beriladi. Holati yaxshi ekan do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Holatiga qarab, narxni gaplashaverasizlar. Telefonini bering. 90 232 36 46. Shu nomerga aloqa. Bu dehqonchilik aka sizga? Do'stlar. 99-yilda ishlab chiqarilgan tek avtomashinamiz do'stlar, ko'rishlari mumkin. Xo'p, motor korobkamizda muammosi yo'qmi aka? Benzinda mashinamiz.
do'stlar, ko'ryapsizlar. Balonlar yangi ekan. Saloni bitta ko'rasizlar, salonlar endi yaxshi. O'zinga sidinalar qo'yibdi, chiroyli qilib. 494 ming probeg ko'rsatyapti. Tonirovka qilib qo'yibdi, salqinga naqab, holatini ko'rishlaring mumkin. Xo'p. Bagajini ko'rsatamiz, zapaskasi bor ekan. Ular zo'r holatda. Kraska qancha bor ekan bunda? Kraska kelyonda bor. Kelyonda bor. Ular adno. Nimalari butun. Ahvoli butun. Taglari ham. Puli chaka puli. Buni 2 mingdan o'tib beramiz. 2 ming o'tib beriladi. Bo'lsa 2 mingdan o'tib beriladi. Bozor so'radimi ekan? Bozor 1600 ming. 1600 bozor 2 ming kam bor ekan. Tirikchilikmi aka bu? Tirikchilik. Tirikchilikka. Nomer beringchi aka? Telefon nomer 94lik 877 877 77 22. 77 22. Bu ham siznikimi? Ha, bu ham. Bitta ko'rsatib yuboraylikchi. Qizildan. 98 yil qizil ekan. Bu kraskami aka bu qonmi? Bor bor. Ichlari adno. Tashqari tashqari. So'raydilar, motor ko'rib beramiz aka. Rama butun deyishyapti. Tekshirib olaveradi oladigan odam. Balonlar o'rtacha holatda ekan. Salonni ko'ryapsizlar, salonlar yaxshi do'stlar. Mehr qo'shilgan ancha. 618 ming. Mana shu bitta ko'rsatamizmi? Mana do'stlar. Rama butun ekan. Salonlarni ko'rdilaring. Mashinamiz benzinda. Hamma yo'q yaratmay turibdi deyishyapti. Oladiganlar bemalol tekshirib olaverasizlar. Kraskasi bor. 50% bormi aka kraska? Kammi? Ochiqroq. Puli chaka puli necha qilamiz? 2 ming o'tib beramiz buni. 2 ming o'tib beriladi. Telefonni beringchi. Yana boshqa telefon bo'ling. Nomerni ayting. 93lik 754 79 74. Shu nomerga olib. Ikkala nomerga ham ko'ga telefon qilaveramiz. 99-yil, 98-yil. Ha. Aloqachi bo'lasiz. General bo'ladi, aventis bo'ladi. Takliflar bo'ladi. Hamma qolagan takliflarni qilib beramiz. Onlayn, onlayn. Bo'ldi, gap. Aloqachi bo'lasizlar.